O bir ümit yıldızı idi. Ölümden korkan adam fırsatını koldan vermeyi dedik. Fırsatını koldan vermeyi neymiş kılıdı o? İslam'a, Müslümanlığı payda toktuma işkili diye mırdı o. Merhum Abdülhakim Xan Maxsum Acım 1963 yıl 4. ayının 16. günü Şarkı Türkistan'ın Qashqar vilayeti Qağılık nahiyesi Beşeriq yezisi Büksünöy kentida marifetperver bir bağvan ailede dunyoga kelgan. Başlangıç ve o'ttir maktablarini o'z yurtida bitirgan. O'ttir maktabni bitirib bo'lgandan keyin 1980 yil Xitoyning atalmış islohot echivetish harakati bilan Sharq Turkiston xalqiga bir oz nafas elish imkoni yaratilgandan keyin hayotining ko'p qismi qorong'u kamerlarda, ig'ir emgak maydonlarida o'tib, Rabbimizning inoyati bilan hayot qolgan atoqliq o'limalardan Xotan viloyatining Gumi nahiyasida turishliq Muhammad Xan Maxsum va Muhammad Axun Damollam qatorliq olimlarda ilm tahsil qilgan. Ondan 1984 yili Qag'iliqqa qaytib kelib, atoqliq diniy olim marhum Abdulhakim Xan Maxsum Acimning madrasasida ilm tahsil qilgan. Ustozi Abdulhakim Xan Maxsum Acimning alohida ko'ngil bilib tarbiyalashi va o'zining butun zihni bilan qitirqinib o'rganishi natijasida o'qishini muvaffaqiyatli tamomlab, xalq orasida 2. Abdulhakim Xan Maxsum degan unvoni bilan tanilgan. Merhum ustoz Abdulhakim Xan Maxsum Acim o'qishni tamomlagandan keyin Qag'iliqda o'zi madrasa ochib, Sharq Turkistonning har qaysi joylaridan kelgan ilm suyar taliblarga diniy dars o'rgatgan. Ilmiy talanti va yiroqni ko'rarligi bilan xalqning cho'nqur hurmatiga sazovor bo'lgan. O'zining ilg'or fikrlik bir qancha saboqdosh va sabdoshlari bilan birlikda maslahatlashib, xalqning taqdiriga munosabatlik cho'ng intilishlarga qadam besib, g'oya maqsadlarini o'ttirg'a qo'ygan va planlarni tuzib ijro qilishga boshlagan mezgilda buni sezib qolgan Xitoy ishg'olchi kuchlari qo'rqib ketib, madrasani taqib etgan. Marhum Maxsum Acim boshqa sabdoshlari bilan qo'shib tutqun qilingan va turmaga qamalgan. 1984 yildan 1990 yillargacha Sharq Turkistonning har qaysi joylarida diniy ta'lim-tarbiya o'rganish engi ko'tarilib, xalqda uyg'unish davri yuqori pallaga ko'tarilgan shu davrlarda ishg'olchi Xitoy kommunist doiralari Sharq Turkistonni qo'ldan chiqarib qo'yishdan qo'rqib, diniy besimlarni kuchaytirishga boshlagan. 1990 yili Barinda yuz bergan va Sharq Turkiston xalqining eng cho'ng qarshilik ko'rsatish harakatlaridan birisi bo'lgan Barin inqilobiy harakati bostirilgandan keyin Xitoy kommunist tajovuzchilari Sharq Turkistondagi zulm sistemlarini kuchaytirishga boshlagan. Barliq haqiqatparvar olim o'limalar ziyoli va taliblarni qaytadan tutqun qilishga, butun madraslarni taqab, o'quvchilarni tarqitib etishga yoki turmalarga tashlashga, hatto o'ltirishga boshlagan. Merhum Abdulhakim Xan Maxsum Acimmo ana shu jarayonda 1992 yili 7 oyda turmaga qamalib, 4 yilni qorong'u zindonda o'tkazgan. Keyin yurt cho'nglarining kuch chiqarishi bilan turmadan chiqqan. İşğalchi kuchlar tarafidan qaytadan tutish buyrug'i chiqarilib, yurtida turish imkoniyati qolmagan marhum Abdulhakim Xan Maxsum Acim Sharq Turkistonning ozodligi yo'lida izlanish uchun boshqa bir davlatga hijrat qilishga majbur bo'lgan. Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston va Pokiston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarini aylanib, keyin 1997 yili Misrga kelib, Misrning poytaxti Qohirada bilim oshirish yo'liga atlangan. Bir tarafdan bilim oshirib, yana bir tarafdan Misrdagi o'quvchilarning yaxshi tarbiyalanishi uchun ko'rinarli xizmatlarni qilgan. 2000 yili Qohiradagi Islom institutiga kirib, 2002 yili o'qish bitirgandan keyin Qohira universiteti Darul Ulum fakultetida islom falsafasi bo'yicha magistrlikda o'qigan.
2003 yili Xitoy bilan Misr hukumatining munosabatining yiqilishib ketishi sababidan Xitoyning ziyonkashlik qilishidan andish qilib Misrdan chiqib ketish qaroriga kelgan va Turkiyaga bir qancha qitim kelib bu yerdagi sabdoshlari va saboqdoshlari bilan maslahatlashish natijasida xizmatga otlanish vaqtining kelganligini tushunib yetgan va 2005 yili ulug' Allohning irodasi bilan yarim asrdan beri nurg'unlagan muhojir Uyg'urlarning eng cho'ng panohgohi bo'lgan Turkiyaga ko'chib kelib yerlashib qolgan. Kech kunduz Sharqi Turkistonning Uyg'ur xalqining va islom dunyosining g'amida o't bo'lib yonadigan Mahsum Hojim Turkiyaga kelgandan keyin dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqi Turkiston davosini qilayotgan Uyg'ur muhojirlar bilan hamda vatandan chiqib Turkiyaga kelib o'rinlashgan sabdoshlari bilan uchrashib, xizmat qilish to'g'risida maslahatlashidi va fikr almashtirdi. Marhum Mahsum Hojim Misr, Yaman, Pokiston va Saudiya Arabiston qatorliq islom ellarida ilm tahsil qilib, yurtlariga qaytalmay Istanbulga kelib o'ltiraqlashib qolgan qarindoshlarni bir yerga jam qilishning naqadar muhimligini ko'rib yetdi. Turkiyadagi tashkilotlarning xizmat doirasi va harakat imkoniyatlarining to'liq cheklik ekanligini ko'rgan Mahsum Hojim va sabdoshlari Turkiyada Sharqi Turkiston davosini qaytadan jonlantirish, bu yerdagi Uyg'ur muhojirlarning masalalarini o'rtaq hal qilish, ularni to'g'ri bir fikr ostida harakat qilishga yetaklash uchun bir tashkilot qurishning naqadar muhimligini to'nib yetdi. Atrofidagilar bilan kengashish natijasida 2006 yili Istanbulda yangicha xizmat ruhiga ega qobiliyatli kishilarni tanlab, yangi bir tashkilot qurib chiqdi. Qurilishdagi g'oya maqsadlari va vaziyatning taqozzosiga mos holda tashkilotning ismini Sharqi Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati deb bekitdi. Mahsum Hojim o'zi bosh nozirlik vazifasini ustiga olib, jamiyatning g'oya maqsadi, xizmatlarining nishoni va harakat mezonlarini tuzib chiqdi. Moddiy va ma'naviy jihatdagi butun to'salg'ularni yengib, qiyinchiliklarni hal qilib, xizmat sharoiti barpo qilishda muhim rol o'ynaydi. Marhum oxirgi tiniqigacha Sharqi Turkiston uchun nurg'un unutilg'isiz xizmatlarni qilib, muhojiratdagi xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rin oladi. Vatanimizning ozodligi yo'lida parlagan bir umid yulduziga aylanadi. Marhum Abdulhakimxon Mahsum Hojim 2006 yildan toki 2016 yili vafot bo'lganga qadar 10 yil jarayonda Sharqi Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati, Sutuqbug'raxon nashriyati, Istiqlol televiziyasi, Sutuqbug'raxon ilm va madaniyat vaqfi, Sharqi Turkiston o'limalar birligi qatorliq Sharqi Turkiston jamiyatlarining qurilishiga o'zi bevosita yetakchilik qilgan. Mahsum Hojim jamiyatlarning har xil bo'lishini chechanang'uliq deb qaramasdan, balki har birisi o'z sohasi bo'yicha Sharqi Turkiston xalqining ozodlik yo'lidagi bo'shliqni to'ldiradigan omil deb qaraganligi uchun nishon o'rtoqligi asosida har xil jamiyat va vaqflarning qurilishini qo'llab-quvvatlagan va o'zi boshchilik qilgan edi. Marhum bu alohidliklari bilan hammalarning qo'llashiga erishgan va qalbidan cho'nqur o'rin olgan edi. Ustoz Mahsum Hojim o'zining mo'l diniy bilimi va arab tilidagi ustun qobiliyatini joriy qildirib, islom dunyosidagi nufuzli zotlarga va atoqli diniy olimlarga Sharqi Turkiston davosini anglatishdimi nurg'un tirishchanliklarni ko'rsatgan edi. Bu orqali Sharqi Turkiston davosini islom dunyosida islomiy kimlikka ega qilishdan iborat davr bo'lgich to'kpisi, qiyomat kuni tarozi mezonga qo'yilg'usi va tarixga oltin harflar bilan yezilg'usi inshaalloh. Marhumning tuyuqsiz va sirliq o'limiga hech kishi ishonolmay qoldi. Bu na bir tush, na bir qo'rqinchli hikoya emas, balki dal echinishli fojia edi. To'limu afsuski, bu kun qahramonimizni, bir yo'lboshchimizni dushmanning suiqasdidan qo'g'diy olmaganligimiz uchun hijolatdan hammamiz yerga patgan bir kun edi. Yuraklarimiz qon yig'layotgan, ko'zlarimiz qorong'ulashib, intiqom o'timiz texmi kuchaygan bir kun edi. Ustoz Mahsum Hojim Sharqi Turkiston xalqining diniy e'tiqodini qo'g'dash
asoratdan qutulib hur ozod yashashi uchun kurash qilishni o'zi uchun sharaflik xizmat, e'tiqodiy majburiyat, savobliq ibodat deb qaragan. Zolimga qarshi beshini egiz ko'tarib maydonga chiqqan marhum Maqsum Ajim Sharq Turkiston xalqining hurligi uchun muhim qadamlarni olgan va tavranmas asoslarni solgan xalqning umid yulduzi edi. Maqsum Ajim bilan 20 yillik jarayonda har xil shaklda illiqligi, do'stonaligi, samimiyati, sovuqqan temkinligi, shafqati, yani tedbir mudabbirligi, tedbir hikmetlik qadamlari, tushunchaları yalğız mağalam emasmi shu davoyimizga, jamiyatimizga buni olqib chiqib umumiylik Sharq Turkiston davosiga bergan ijobiy ta'sirining bugun yashayotimiz deb bilaman. Bugun bizning hayotimizda shu tashkiliy an'anadimi chet eldagi muhojiratdan buning Maqsum Ajimning tuhfasi shu izlarini chunqur o'rin olganligini ko'ryapmiz biz. Ailenin işlerine pek köngül böletti. Hatta bizninki en küçük oğlumuz keseldi. Aşıbala bazen keçilikleri şıgla fakat uxlatmaydı. Bazı vakit bir iş gün ben uxlatsam, onun iki keçinsiler uxlayamadanlar ben uxultay dep öz uxul tuttu. Fakat esim çıkmaydı bir kıtım şu ömürden geldi. Şam bilen geldi. Ben uxultum dep baş bir keç uxlamay aşında balın bir kıt çıkan tikin. Oysiligi bek cepağı bitipti. Öyle töteylem boğan tikin. Her birimiz bir gündün uxultayla. Kaşıda bir gün birsiniz manda yasak bek cepağı olmaydı olmasıyla. Micazi yok adam tıxımıqnin bu kitçiler de şuna qıp ketkendi. Maballa küçük vaxtlarda, mesela Ömer Ballı küçük vaxtlarda, hatta bir jündürtqa iş bolsumu öz qılatdı şu. Mene vaxtim yesimen bu mayqas öz qılatdı. Hatta bir çapının tügmüsü sökülep kessimi bu mübalık qılatmayma öz qadap qılatdı. Şığını nada jığını jipni açıp bırakmama özüm qadayma dep başta qılatdı endi. Ailenin işlerine, mesela ballarını ekildi, pişanları soyup, çoğun kızımızdı mı hatta pişanları soyup, başlarını sılap, başta kıp koyat. Rahmetlik dadam bana nispeten iki ağız kelime bilen xulosalab uni biraz açıklık orqaladı. Bana nispeten iki narsaydi. En köp iki narsaydi. Hem mehribandı hem taleptandi. İki xususiyet. Bir dadada tepilayotgan xususiyatni ikkinisi dadamda tepilatdi. Hem taleptandi hem mehribandı. Maqsum Ajim Sharq Turkistonliklar bo'ladi ekan, mu'min musulmon bo'ladi ekan, Uyg'urlar bo'ladi ekan, hamma odamni yaxshi ko'radigan, hamma odamni bir ittifoqlashtirishni orzu qiladigan, ajoyib cho'ng bir orzu, umid, bir plan egasi edi. Maqsum Ajim o'zininki olim bo'lishi bilan birga yana o'zininki Allah aldida ne kadar bir kamtar bir shaxs ekanligini ifodalashga her faaliyette, her ko'rishganda buni isbotlab turadi. Maqsum Ajim men hakikaten inson o'zining dadasini bek yaxshi ko'rdi. Bu bir cibillet, insanın Allah'ın insan fitratiga qo'ygan bir cibillet yani insan hem şer'i cihetten insan için bir ata-anasından yüksek bir narsa bo'lmaydi. Sevgi rahim nuqtai nazardan qaragan chaqda inson ana dadasiga bek bog'liq bo'ldi. Ammo lekin men bilmayman, men dadam vafot qilganda ma'lum muddat nayt qayg'urib yig'lab yoki perişan bo'lgan bo'lsammi, zamonning o'tishi bilan yarimiz to'liqlanib normal hayotga qaytib inson dunyoda shunday yashaydigan bo'lgandan keyin normallashib ketgan, ammo Maqsum Ajim vafot qilganda bir yil bo'ldi, faqat biz normallashaolmadik. Men buni haqiqatan o'ylayman. Hozirmi Maqsum Ajimning zikri chiqsa, gelimga bir narsa turib qoladi. Yig'i tutadi. Bir xil yetimlik his qilaman aytdi. Bo'lmasa kundalik işte Allah'ın takdiri bilen, Allah'ın inayeti bilen, destekleşi bilen, Allah'ın teyidi bilen
işlerimizni yaxshi qilib ketyapmiz alhamdulillah. Her kıtın seferge çıkmakçı bolsa, şu balalarını çakırıp ekilip kışığa, masilenin ananla. Meni narazi qilib qo'ysanglar, men kechirib o'tishim mumkin. Shu onamni narazi qilib qo'ysanglar, men faqat rozi bo'lmayman. Onang nima desa, deganni qilasizlar deb boshida onangga yaxshi qaranglar. Nima lozim bo'lsa shuni gapiring deb tarbiyani qilib ketadi. Ailede yanında toplu ibadetge ehmiyet veretti. Her ettigin bolsa, nemmeyle bomdatını inip kirgendin ki nemmeyle oturup ettigen okuyduğun zikrini okuyorduk. Her birimiz birden duanı okuyorduk sıra boyunca. Ahırda öz dua kıp birdi. Anı hepti de bir gün. Bazı Absalam Karim'ni, bazı Ömer'ni sen bilginin ne? Bir kısa bir hadis bolsa bu sözler şunu anlatkan şunu nimi düşende. Dep başta sözlükül salattı. Men bilip dadam saat 4'ning mobaynida, ya'ni bomdoddan 2 soat burun o'ynab ketib oldi. Davomli. Yilning har qanday vaqtida og'rib qolgan vaqt uni mustasno. Sog' salomat bilan bo'lsa, bomdoddan 2 soat burun zodi o'g'inib ketib oldi, ibodatlar namoz o'qiydi, Qur'on o'qiydi. O'sha o'tirib oldirmay, jang ovoz bilan o'qiydi Qur'on. Unda avazsiz Qur'on o'qigani asosan degdek yo'q. Biz alayda so'roq kirib qolsa, uy ichida Qur'on o'qisa, ovozni barcha qo'yib o'tib, alayda tajvid bilan. Tajvid qoida, alayda riyoya qonunida o'qiydi. Shunday shaxsiy ibodat degan sanoqda mening aqlimga kelgan bu. Uning sirtida darslar desak, dadam asosan hozirga qadar kunduz vaqt ders berganman bilmayman. Ko'pincha vaqtda shu namoz bomdatdan burun. Biz Peygamber Aleyhisselam'ın hadisiga müracaat qiladigan bo'lsak, kimki Allah uchun kamtar bo'lsa, Allah onun derecesini götürdü degan hadisga asosan bu yerda biz bunun namoyandasini bu ustozimizningki shaxsiyatini ko'rgan bo'ldik. Kemterlik bu ustozimizning mening amaliy o'rgangan amaliy ta'sir qilgan bir axloqlardan birisi. Dini zat, vatanperver, kemter, yüzünü davaga atıgan. Şununla yağmay, yorulmay, şu ballarını terbiyeleymen deb, yüzününki vakitlerini, köpünce vaktini sarf kılgan. Onundan başka yalnızla bu dini kesimdeki ballar bile emas, kalan misalga ziyalılar, kalan liberallar dek, müşündak demokratlar dek, müşündak Uygur ballarıma çerke kapkınıma yok. Ve bulanıma yeniga ilip, bulağıma imkan boğulacak, bulağa bir yol gösterip ya da dava için kandak bir hemkarlık yolunu izleş diyendek. Misalga meni yaxshi ko'radi. Şuna başka bazen de şu gaplarni aytadi. Bizningki dini olimlarimiz boshqa fan haqida bilgisi kam. Boshqa fanda o'qiganlar dini ma'lumoti kam. Agar de bular bunda o'rtaklashgan bo'lsa yoki dini kesimdagi bolalar fannimi o'qigan bo'lsa va shu fanni o'qigan bolalar dinini nima ancha-muncha o'qigan bo'lsa bu yaxshi bo'ladi degandek bir ko'z qarashim. Bu qolgan ba'zi dini zotlarga o'xshamaydigan bir ko'z qarashim. Shunga boshqa bu Türkistan meselesi kelgan chog'da yolg'izlar bir diniy bir harakat bilan emas, shundaqla fani va qolgan bilim, ilm, aql bu yollar bilan davaga bir tövbe qo'shishni bir yo'lini istagan ve bunun için nurg'un xalqlarga tavsiya bergan, nurg'un odamlarga tarbiya bergan. Ularning qo'lidan yetlab to'g'ri yo'lga yetlab mangan. Ama baldır ketib qoldi. Yani menden bir yaş cho'nkan. Hem de o Allah'ın ki
istigine biz diyememiz ama eğer de kalgan olsa belki tekimin çıkarak bir hizmet belgen olurdu. Allah yatkan yerine cennet olsun. Her adamga öz layıqda muamele kılıtındı. Yani küçük, çoğu. Ya hafif kalmaydı. O adamın yeni bir alaylığı. Bir adam o adamın üstüde bir gap kıldı ya anlap tuttu. Hiç gap kılmayın aşırında. Aşı vakırışıp kalsın iş kanla iş bulmagandaki dek aşı devamlılık aldığı karıp mağdığan. Onda bir kendi yeni oladıgan. Aşımda bir iş yoktu. Devamlılık aldığı karıp mağdığan bir adamdı bu. Hem ahlakımı ve kemter. Yani cık işlerindeki özü de yüzem pişkademem büyük bir adım boğandıkken mesela adette iman buluş meselesi de mi? Unutmaydı bu adam. Yüzdün neyme adamla ki silip olsa da başka adam yüz bulmaydı kanıttı. Mesela dernekning bir işi dese ya maballık randevu ağan doktorxana bir yak bardığa iş bolsam yok men dernekning iş çıkmasam bolmaydı dep şuna qilib ketdi ba'zi ashlarda aytdim dernekning iş tugab dernekning iş qanmagan vaqtda bizning ishimizga mangala deb bir qitimda ashlar degandim desem rasmo deb ha desem elhamdülillah deb ketgan elhamdülillah men ko'nglimda shuna o'ylaydim özümün şahsi işimden umumның işini birinci orunda koya alsam deb. Ama başka adam degan bo'lsa ishonmaydim. Başka adam degan bo'lsa xushamat qildi deb o'ylab qoldim. Sizlar xushamat qilmaysiz. Alhamdulillah agar ashta qila olgan bo'lsa deb shunda nim qilib ketgandi. Maqsum Hacim bek cesaretlik. Men hayran qaladım Maqsum Hacimni ilqi. Ya o'ziga deytim ya sizlarni faqat bir g'amsiz o'xshaylasizlar deb endi chaqchaq qilib qo'ydim. Hiç karları yokken bir işte desem, ahmak kellerinin gam kıyıslarım bulduğun iş bulayverdi ki, ne bakağa var oldu, ötep gitti. Şuna nurgun kıyınçılıklar var, biz tasavvur kıygısız bazen şu dava yolu da meyli maddi meseleler olsun, meyli teşkilatlar arası, meyli bizi kilovatkan tehditler, haviflik ahvallar olsun, Maqsum Hacim'in hakikaten aramızda buluşu. Pek çok hoş baktıkken şundan meselede Maqsum Hacim tasavvur kıygısız bir cesaretlikti, tasavvur kıygısız bir ilki. Ümit var qaraytı hemme nesiga. Yani Maqsum Hacim'nin hayatındaki hemme nesi yani unutulmaz izi var bizde. Yani her bir sohbetimiz bugün yok etkendikin, aramızdan ketkendikin oylaydigan bolsak hemme nesi unutulmazken bizge. Maqsum Hacim'ninki sohbetleri, dostluğumuz. Yani Maqsum Hacim boğan sorunda hiç kimde yamanlayamaydı da. Hiç kimden ayrılanmaydıgan, hiç kim bilen tallası okşanmaydıgan acayip bir şahsiyetten de. Bunu bugün hukuktuk hem de. Maqsum Hacim yani aşındak mesela bir yoğun bir ciddi mesele kriz 7-8 adam 10 adam oturup 5'ini tatlap haboluşup tavlap bu qanda qılamız deb Allah'ta vakıp kessin Maqsum Hacim külüp oturup çirip hal qıp qoyup çıktı. Bazı narsalar fiilen hal olmagan bolsa mı mağamizni hal qilib qo'ydi. Mağamiz rahatlab qoladi. Hal olgandek bir to'yga kelib, shukulab bir mezgil sakin o'tadigan qilib qo'ydi bizni. Maqsum Hacim hem de bu muhaciratdagi Uyg'urlar asmindagi bir yulduz hem. Yulduz bo'lganda mı tengdaşsız bir yulduz. Ümmet bu Maqsum Hacimni yo'qotishi bilan cho'ng bir ziyon tatdi. Ammo Allah subhanahu wa ta'ala hammaga qodir. Maqsum Hacimni bizdan yaxshi ko'rib o'zining dargohiga olib ketdi. Lekin Maqsum Hacimninki qilgan so'zlari bo'lib birlik, barobarlik, ittifoqlik, zerikmay, terikmay xizmat qilish ruhi bizda yetildi inshaalloh. Biz bu shu yo'lda mayli g'oyamizga yetalayli, yetanmayli, shu yo'ldan taymay, chatlamay mangimiz inshaalloh. Bu bizningki birdan bir hayot nishonimiz. Allah subhanahu wa ta'ala Maqsum Hacim kamninki yatgan joyini jannat qilsin. Qabrisini jannat bog'chilaridan biri bog'chi qilib bersin. Oil tavobatig'i sabr ato qilsin va Maqsum Hacim bilan yo'lni bo'ylab mangan qarindoshlarimizga g'alaba nusrat va shu yo'lda minishga nasib qilsin. Men shu Maqsum Hacim bilan 85-yili shu qog'illikqa berib o'qiyman deb bo'lgan vaqt shu chog'da tanishgan.
o adam şu çağda tatip bana bir tesir kılan işleri vardı. Yani hazır kadar o şu vefat olup ketken kadarına aytacak. Şunun içinden o adam dersini ait uptan düşünüdüğün yani ait uşar zirek bir adam etti. Şu çağda bizge dersini o adam muzakir kılıp verdi. Başka qariye yimit qariye ondan başka gömülük bir qancha yıl sabahdaş ballavatı birge şu Maqsum Hacı Kan'ın ünü yenideki Dönköl mescidi deydik. Şu mescitteki içide kalıptık şu çağındaki yüzüde şer'i akaidini sepini ok şunu pek gerekli müzakere kılıdık şu şahı başlangan. O adam şu dersini nayit uptan düşünüp düşengendeyken düşendürüştüma nayit uptan düşendürttü. Şu çağda tatip bu adamdaki ahlakı nayit kemter uptan şu çağda tatip Allah'a hem okuğa hem okutuş işini devamlaştırdı ki. Aşturmalar diyetqa vaqt tuturmuq yoqlap basaq. Allah'a şükür qılыңlar. Mesela men dinning xizmetini qilman deb şu xizmetde turmuş yetip qaldım. Nurgun adamlar başqa bir o'g'irlik, bulanchilik, qaraqchilik degandek müşta ishlar bilan ba'zanlar shundaq cho'ng olim bo'lsa-mu, ba'zi axloqsiz ishlar bilan shunda turmuq kirib qolgan nurgun adamlarni ko'rdim. Allah'a bek şükür qildi. Bizlar turmuş yetib zolimning zulmini chekayotgan bo'lsak-mu, ya'ni biz haqning ustida turib müşta zulm chekyapmiz deb ashta deb chiq tasalli berdi. Hem jiq vaqtlarda shunda deydi. Mening sabdoshlarimning hammasini digide Xitoy itvetdi. Ölüp ketdi, Xitoyning qo'lida shahid bo'lib ketdi. Mening bu jinim Allah yo'lda qolib qolgan jon. Men mush jinimni shu Allah meni shu saqlab qolganlikning badaliga men bütün mushini memni din uchun, millatim uchun atadim. Deb ashta deb qilib ketdi. Buni bizlimi yani qilvatqa ishlar yaxshi bo'lgan tikin deb yani qo'llab, quvvatlab, aqs surib, destek olab ashta qildik. Bu ümmet, bu millet çoğu üstüde durup imanını saqlashga majburlanyapti. Uyg'unaylik qarindoshlar. Qumdek chechilib ketgan kuchimizni birlashtiraylik. Merhum Maqsum Acım başlagan yo'lda tavranmay mangsak, hamon bir kuni xalqimiz hurlik ozodlikka erishib, hammamizning yuzi kuladigan kunlar kelgusi inshaalloh. Janobi Allah merhum ustozimizga rahim shafqat va mag'firat ato qilg'ay. Bizlarga ustozimizning xizmatini qolgan yeridan davom qildiradigan tavranmas ruh ato qilg'ay. Amin.